Mana bu Android Xitoy televizori. Tak, YouTube'ga kirsak, o'tgan haftadan beri mana shu 3-4 kun bo'ldi, shunaqa problema bo'lyapti. Qora ekran otib yuboradi, mana bosyapman, otib yuboryapti. Buni xullas YouTube'ni o'chirib tashlab, boshqa yerdan o'rnatib yuborish kerak bo'ladi. Tak, приложение kiramiz. Mana bu pultda anaqasi bor, menyusi bor mana bu. Bunda bossak, udalить chiqadi. O'chiraveramiz. Endi hozir App Store'dan qaytadan skachat qilib ko'ramiz. Mana YouTube paydo bo'ldi bu yoqda. Kirib ko'ramiz. Bo'ldi, ochildi. Biz kirganingizda qop-qora bo'lib qolsa, yarliligini o'zini o'chirib tashlaysiz. App magazindan boshqatdan skachat qilib olasiz.